To'xtang, videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Bu sizga tanish holatmi? Bunisi-chi? Agar sizni tinimsiz soch to'kilishi bezovta qilayotgan bo'lsa, ushbu video layfhak aynan siz uchun. Hozir birgalikda sochlarimiz uchun vitaminli shampun tayyorlaymiz. Xohlagan turdagi shampundan foydalanish mumkin. Men sochim yog'li bo'lgani uchun Pantene yog'li sochlar uchun shampunini tanladim. O'zim salkam 1 yildan beri shu usuldan foydalanaman. Uzog'i 2 hafta ichida sizda soch to'kilishi keskin kamayganini va mayda sochlar chiqib boshlaganiga guvoh bo'lasiz. Shampunimiz og'zini ochib, 5 dona Mumio kapsulasidan sog'olamiz. 10 dona Ayvet kapsulasini shpris yordamida teshib olamiz va qo'limiz bilan siqib shampun ichiga tomizamiz. Yana kunjut moyidan 2 mg shprisga tortamiz va uni ham shampun ichiga solamiz. Ushbu yog' soch ildizlarini mustahkamlaydi va qalinlashtiradi. Va xotirjam bo'ling, shampun tarkibidagi yog' sochingizni yog'li qilib qo'ymaydi. Va nihoyat eng oxiri Aquadetrim D3 vitaminini ham solib, shampunimizni yaxshilab aralashtiramiz. Ushbu usulni bir marta bo'lsa ham sinab ko'ring. Sochlaringiz aniq sizga rahmat aytadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va soch to'kilayotgandan nolib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.